Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun sizlarga bir xush xabarni o'rtoqlashmoqchiman. Ya'ni YouTube o'zininki ostiga xat tarjimasi chiqib turadigan osti xat subtitle deydi. Shuningga uyg'urchani qaytibdi. Balkim shu Google tarjimondan olgan bo'lishi mumkin, lekin buning bizga foydalanishimiz intayin yuqori. Masalan, biz har qanday bir ingliz tilida kalam bir narsa qaytilgan bo'lsa, shuni qanday uyg'urcha ostini ko'ra olamiz. Masalan, dunyoda tanliq taratqularni ilib qo'ysak BBC, Guardian, New York Times ya qaysi bo'lsin siz bildiganlar. Mesela BBC'de BBC News. Xalqan bir BBC News'dan xabarini ilib İngilizce. Need a professional website? I created one for our startup using Wix. Let me show you how I did it. First, go to In France, the number of dead from Franlar. coronavirus continues to rise. Nearly 600 deaths. Ma reported in just settingden 24 hours. uğurlaştırıştın. Police are strictly enforcing the government's tough quarantine measures over the Easter holiday. Subtitle'ını bilsem, Paris, railway stations, airports, ma and auto big generate'ni buildings bilsem, monitored to prevent auto the generate'ni spread of bassanlar, the Lucy Williamson reports. It's not only nations auto that translate rely on çıkını. liberty. Auto translate'nin içinden tillayımız. En aslında Uygur tili var. Bu elbette tertip boyunca çizilgan alfabetik tertip boyunca. Uygur'un taldanlar. Qaranlıq xat şəkli tərcümə qılıb buratıdı. Toğruluğunuz intayin yuqori. Bunun hem xat şəklini fontunu tanışsak, settingini bilsək, muş subtitle yani asli xat çıxırıb buradan, muş tan şəklini bilsək, I wrote the wrong date, not today's date. ma And üstüdə they told options me I var. need to go back home to prepare another Options'dan form. məsələn I family, have to go to font work, but I family'ni can't. Xalqan bir talsanlar özəڭ yaxşı gördüğün. Casual'ını tallayıb, casual'ını tallab qoy. Muşun xalqını tallab alsanlar bo'ldi. Ondan font size cho'ng kichikligini tanishamiz. Masalan, cho'ngroq qilib 150 lik tanishib qo'yay. Rengini qanday chiqarmoqchi bo'lsanglar, mushuna qilib o'zimizning tangishki bo'ja qila oladiganmiz. To'g'ri ustida bek yuqori buni. Bundan keyin hamda bu biz uchun bir yaxshi deb o'ylayman. Foydalanishlar uchun sundim buni. Rahmat.